Ojon nima qilib turibsiz? Ana o'g'singizni qarang. Ikkita tuxum belni boylab olganda kampirga o'xshaydi. Mana bitta tuxum beribsiz-ku normalniy. Voy, qarang, ana axlatni ham olishga to'ng qo'yib, boring, qarashing. Boring, qarashib oling. Ko'chas premium qolsin. Ojon, bugun o'g'lingiz oila oluvdilar. Men bittasini sizga berib qo'yishimni aytdilar. Qolganichi? Qolgani ro'zg'orga. Endi kim qiladi ro'zg'or? Biz qilamiz-da, ojon. Ha, endi o'g'lim ish qilmagandan keyin, nashtaqa latta xot olgandan keyin, kambag'al joydan olgandan keyin o'g'lim ish ham yurishmaydi. Yaxshi ham sizlarga Xudo quvvat kuch bersin. Yaxshi bizga ketgan olgan ekanman. Mana bunaqa latta o'sin birinchisi bilmay qolganman. Ko'zim ko'r, quloqim galing bo'lib qolganman. Voy, o'zim o'lgiri. Yana bittasini bersinlar. Endi ro'zg'or qilishimiz kerak, ojon. Chaqqa qimillang. Xo'rlayvermang, mening ham o'g'lim bor.